Yangi O'zbekiston mavzesi ko'rkam ko'rinishga keltirilmoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan barpo etilgan ushbu majmuadan xonadon xarid qilib, ko'chib kelgan aholining quvonchi cheksiz. Yangi mavze kun sayin chiroy ochib, ko'kalamzor maskanga aylanmoqda. Ballarimi bog'chasi, maktabi shu yerda bo'lganligi sababli shu yerdan oldik. Juda chiroyli, ma'qul keldi. Xat-quluch holatlarda topshirishdi. Juda chiroyli, udobstvolari, ishlari rosa yoqdi. Qo'qon shahar hokimi ko'kalamzorlashtirish tadbirlari agrotexnik qoidalar asosida sifatli amalga oshirilishini nazorat qilib bormoqda. Ayni paytda gul va manzarali daraxtlar markaziy xiyobon, uylar orasidagi yashil maskanlarga ekilmoqda. Palmalar ekzotik vid beradi, magnoliyalar qishga chidamlik, ham gul ochadi, ham manzarali, chiroyli, qishda issiqqa sovuqqa chidamli deganim shu. Patinyalar mana qarang, ochilishini oq gullaydi, shaharga yana ham go'zallik olib keladi. Iyonimuslar mana qishda qoladi, bargini faslga qarab rangini o'zgartirib boradi. Shuncha rang-baranglik ham har faslda gul ochilib turish uchun shunga moslab ekilyapti. Yangi tashkil topgan boshqaruv servis kompaniyasi ushbu ko'chatlarni sug'orish va parvarishlash uchun mas'ul bo'ladi. Shu yerning o'zida 24 ga 7 rejimida aholiga boshqa xizmatlar ham ko'rsatilishi rejalashtirilgan.